Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabında biz Abbasilerin 33. sultanı El-Mustezi bi emrillah degan halifeniki hayatı bilen tanışıp çıkımız. Bu adam Hicriye 566 yıldan Hicriye 575 yıl kadar yani tahminen 9 yıl devir sürgen hakimiyet bizde o'ltaganda. Bu kişinin ismi Hasan, kunyasi Ebu Muhammed ibn Mustencid billah. Yani Mustencid'den oğlu buludu. Bu zat 536 yıl tug'ilgan bulup onisi kilip çıkışı didekladin. Yani Ermen dediki de ismi G'uzza. Dadısı ölüp ketken günün özü de bu adam halife bulup o'ltagan. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh bu vaqtim şundaq deydi. Bu adamınki zamanısı da şu güne halife bo'lgan kunlarda bajlarni elib tashlab etgan. Bütün zulm qilgan yoki zulm qilinib tortilingan mollarni hammani o'z egasiga qaytargan. Bu adam mard, saxilik, adolatni barpo qilgan, yoqlagan adam. Hayotimizni ko'rib boqmagan bunday adolat, mardlik ne deydi? Nurg'un mol dunyoni Hashim jamiyatiga, Ali jamiyatiga taqatgan. Onundan başka ulamalar, türlük rabatlar, mekteplerge nurgun mal dünya taqatkan. Davamlıq sehi mertlik bilen namayende boğan bir zat deydi. Yani bir ağırniş yok alette müştaqilatı da mal dünyanı. Bir xillik xuşallık bilen demekti. Özüne ait mulayim, ken qusaq, temkin, mehriban adam. Xalif buğa vaqtida devletninki nurgun kat erbaplarga, serdarlarga nurgun ton inam etken. Şu devirdeki ambaçı, ambanın seypini mundaq deydi. 1300 dana yipek ton pişip tikkenligini dep ötken. Bağdatның munberlerinde bu adam üçün hutba okulgan. Adeti boyunca nurgun devletin aynı vaxtıda yen xalif çıkan vaxtıda pul çaçıdığı iş var. Şu altın gümüş tıllalarını çaçkan. Ravh ibn Hadisi diyen kişini qazi qilib bekitken. O yette kulni emir qilib bekitken. Bu yani nurgun adamların azat qilganlıqniki ifadesi buludu. Yani hem şundaqla bu salahiyetlik adamlarını devletke mesul qilganlıqını ko'rinib turibdi. Hays ibn Bays degan kishiniki bu vaqtda o'qilgan mundaq bir she'ri var. Ey hidoyatning imami, sehi mardlik bilan oli bo'lding sen dedi. Oltin, kumush, marvoyit, sap oltinlarni berib. Shaharlarga aminlik, ta'mir barpo qilding dedi. Bu kichikgina vaqtda biz sana qandaq bir rahmet aytamiz. Sen dengiz yağmurladımı bekrak sehi mert bo'lib ketding. Sen mo'jizsan, mustaqilsan, aql fikrlarni lal qilg'uchisan. Esil nafsing deydi. Mardlik, sehilik, kuch-quvvatga to'lgan o't bilan suv arsida. Yani pishqan demakchi-da bu orqali. Demek bu adamni maqtagan bir marsiya. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh yani shundaq deydi, Mustazi ko'p kishilarga ko'rinmagan. Faqat xizmatchilar bilan birga safarga chiqdi yoki ular minib birga turadi deydi. Qaymaz degan kishidan boshqa odam uning qishig'iga kelib boqmagan. Qaymaz o'zining ismidan bir turk bo'lishi kerak. Köpünçe Türk komandanlarının askerlerinin ismi Qiymaz ya Qaymaz deb atalatdı aynı vaxtıda. Bu en yakın emirlerinki biri. Bu adamniki xilafet zamanında Fatimilarning devleti g'ulab tugidi. Misrda Mustazi uchun xutba o'qildi. Buning nomida pul quyildi. Bu haqda Misrdan bishorat keldi. Bag'dodda bozorlar necha kun taqaldi deydi. Gumbazlar yasilib bir kitap yazdım deydi. En-Nesr ala Misr'di. Yani bu İbn Cevzi'ninki mushi devirde ötken bir çoğun bir tarixçi.
Bu İbn Cevzi'nin Al-Muntazim namlı tarihi kitabı va nəhayət zor həcmlik. Belki şu kitaplarda bayan kılınan sözler buluşu mümkün bu. Demek Mısır Abbasilar xilafetinden uzun mezgil Abbasilarning qo'ldan Fatimilarniki qo'liga o'tib ketgan. Bu Misr degan bir xilofetga barobar qiladigan bir jut ayni vaqtda. Hozirgi Sudan, hozirgi Misr hammani o'z ichiga oladi. Bu nihoyat cho'ng kenkentgan, nihoyat munbat zemin ayni vaqtida. Hozirmi shundoq. Demak, Misrning qaytib kelgani Abbasilar davlatininki yana qaytadan bir kuchayganlikni bildirdi. Bu qaytib kelish yani Abbasilar o'zi qo'lga olmagani Ayyubilar, Salohiddin Ayyubi davrida qo'lga o'tgan. Chunki Ayyubilarmi Abbasilar nomida davlat bosh qurgan. Ayni vaqtlarda masalan Ayyubilar, Zenkilar masalan Seljuk nomidan bosh qurgan bo'lsa-mu, Selçuklarning kuchi ojizlagandan keyin bu Ayyubilar davlati qurilib, bular Abbasilarga bayat qilgan. Abbasilarning xalifa deb tanilgan. Endi Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh tuvandagi mazmunda mundaq deydi: Misrda Abbasilar uchun xutba o'qilishi qaytadan Rafizi Shialarning kunining ojizlishi haqida İmam Zahabi rahmatullohi alayh Mustaziyaning zamonasida Bag'dodda Rafizilarning kuchi acizledi. Xalqlar amin tapdı. Bunun xilafet zamanında kişiler acayip zor, baxtiyar, saadet küçümdü. Bunun namı da Yemen, Berqa, Tevzer, Mısır, ta Esvan'a kadar xutba okuldu. Bütün padişahlar bununla boy sunduğanlıqını bildirdi. Mana bu 567 yılı boğan vaka edeydi. Bu Esvan qatarlıq bu Berqa degan joylar hozir Liviya, Misr mushtarabdagi rayonlar. Aymadul Katib degan ulamo shundoq deydi. Sultan Salohiddin Ayyubi 567-yili bo'lgan vaqtida Misr jamisida o'zining itoat qildiganligini, Bani Abbas yani Abbasilarni e'tirof qildiganligini bildirib, tunji jumadalar Misrda Abbasilar xalifeleri namida xutba o'qidi. Bid'at o'chdi, shariat chaqnadi. Abbasilar uchun o'qilgan bu xutba Qohiradami 2-jumada o'qildi. Yani birinchi Cami Misr degini balkim hozirgi Cami Umar ibn As bo'lishi mumkin. Qohirada degini bugungi Qohira Shialar barpo qilgan shahar asli. Asli Misrning Qohiraninki markazi ayni vaqtida sahobalar va sahobalardan keyingi davrlarda, mesela Umayyalar davrlarida shu nima Cami Umar ibn As barayullah. Keyin hamda Fatimilarning davriga kelgan vaqtida hozirgi Qohira shahri qurilgan. Mana bu avvallar Ashura kunida Azid o'lganda bo'lgan avvallar. Azid degan shu Fatimilarningki eng oxirgi xalifasi. Salohiddin Ayyubi qasrdagi butun qimmatbaholik narsalar, marvoyit, mol dunyoning hammini o'z ilkiga ilib topshirib oldi. Bu qimmatbaholik narsalarni 10 yil setib davom etdi dedi. Salohiddin Ayyubi o'ziga ayrim ilib olgan narsa buning sirtida. Sultan Nuruddin bu bishoratni Nuruddin bu bishoratni Shahobiddin Mutahhar Alloma Sharfiddin ibn Abi Asrun degan donglik ulamoning o'g'li Shahobiddin Mutahhardan Bag'dodga avatdi. Xalifaga avatdi. Hamda Imadul Katib shundoq deydi. Meni Sultan Nuruddin umumiy bir butun shaharlarda o'qiladigan bir bishorat nomi yezishga buyurdi dedi. Men bu haqda bir bishorat nomi yezib chiqdim. Buning mazmuni tuvandikcha. Alhamdulillah mu'lil haqqi va mu'linuh. Haqiqatni ustun yuksaldirdigan, buni oshkora ochiq qiladigan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Batilni ojizlashtirib xunuk
gerçekleştirdiğin Allah'a hamdler bolsun. Yani bu bişaretlerden bütün şehir, yezi, kışlaklarda, cami munberlerde Mevlana İmam Halife Mustez'i bi emrillah emirül müminin nabıda hutbe okuluvatıdı. Bütün camilerin yani cüme okulduğun camiler Halife üçün boysunuvatıdı. Bid'at ibadet halları çerkavları yokuluvatıdı. Yani bu aş bişaretnamedeki mezmullah. Buna şu üzüp üzündeki şekilde yaptı. Bu bişaretnamede ahırda mundak dedi. Uzun zamanlardan beri 280 yıl oldu. Batıllarning bid'atlari bilan to'shqan o'za davrlar. Şeytan guruhlari bilan to'lg'an, şeytan guruhlari qoplagan bu diyarlarni. Allah subhanahu ve taala bizga bu diyarlarni bizga ato qilib emdi beryapti. Bu zeminni bizga Allah taala nusrat ato qilyapti bu zeminda. Biz uzundan beri ümit qilgan dinsizlik, rafizilikni emdi yo'qotishga imkoniyatimiz yetyapti. Biz ahirda bu şehirlerde Abbasiler halifileriga, Abbasiler namida hutbe o'qishga imkoniyatimiz bo'ldi, yor berdi. Dinsizlar bularni halokat qopladi. Dinsizlarning tashviqotchilarini halokatga bular duchor bo'ldi. Demak bu bütün şu yo'lsizlik. Mesela bu Fatimiler devirde asasen Yahudiler bilen Hristiyanlarning o'rni bek tiklanganda, Sunnilarning o'rni nayt bek ojizlab ketgan. Sunnilar bishni ko'tarolmaydigan darajada yashab ketgan. Bu yani 280 yil davom etdi degan gap bu. İmadul Katibning bu haqda mundaq qasidasi bo'lib, bu qasida mundaq deydi. Misrda Mustazi uchun xutba o'qidik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin naib halifesi, devrimizin imamıdır. Biz bu zatqa yardım beriş, nusrat beriş için azitni taşrif ettik, onun yardım berdik dedi. Fatimi halifesi var bu. Qasrdaki naqislarga biz yardım bermedik. Aqlsizlarga yardım bermedik dedi. Bu nesep uğursunu mu? Vay isit deb xar halette taşlap koyduk dedi. Taş boru arsıda. Yani karımız bomba dedi. Çünkü Fatimilarınki nesebi haqiqiy Fatimi emas. Bu bir nesep davacısı uğurlar bu asli. Halife Mustaz'i bu bişaretlerden nayet xursan bo'lib ketib, nurg'un ton sarpaylarni Nuriddin ve Salahiddin Eyyubilarga acayip katta iltifatlarni so'qilish bilan birga bayroq ve Misrdagi xatiblarga bir qism shu yorliq ve yo'l yo'riqlarni avatdi. İmadul Katibga bir ton 100 dinar tartuqladi. Bu haqda mundaq bir qasida yazgan bu adam. Şu İmadul Katib bağın yazgan da ma'lum. Adalet bi Misr lida'il hudati ve intaqamet min da'il yahudi. Mısır'daki hukuk hidayet elçisi Halife Mustaz'iga yetib keldi. Bu Yahudilarning boshpanahi nasab o'g'risidan intiqom oldi degan gap. Bu she'rning mazmuni shu. İbnül Asir degan tarixchining deyishicha, Misrda Abbasilar xaliflariga xutba o'qishiningki sababi Salahiddin Ayyubi Misrning huquqini qo'lga ilib Fatimilar xalifasi Azitninki ishlari nayt ojizligan vaqtida Nuriddin Zenki buningga ashta qilishga yorliq tushirib xat yozgan ekan. Şunu ola Salahiddin Ayyubi özür ko'rsatib Misrliklar bu yerda inqilob qilmasin deb
sabr qilib turayli deb o'zir ko'rsatib turib olgan ekan. Nuriddin Zankininki so'ziga quloq solmabdi-da Salohiddin Ayyubiy. Yana buningga ig'ir majburiy buyruq tushirib, yana ashta qiling deb elchavatibdi. Shu orliqda Ozid kasal bo'lib qopdi-da. Salohiddin Ayyubiy o'zining amirlaridan maslahat so'rabdi. Ba'zanlar ma'qul kepti, ba'zanlar ansirabdi. Hamda u chunki Ozidning vaziri bo'lgan Salohiddin Ayyubiy, ya'ni Fatimiylarning vaziri shaklida Misrni qo'lga olganda dastlabda. O Misr degan 280 yil Fatimiylar so'g'andan keyin u yerda nurg'un Shia, Rafiziylar bor. Bularning kuchi, imtiyozi nihoyat zo'r bu jihatda. Uning ustiga Misrga shu vaqtida Amir Alim deb nomi bilan taniladigan bir yot bir odam kirganda, shuning bilan bu yerdagi qalayimqonchiliklar, bu yerdagi avvallarni maslan va amirlarniki bir qismining noroziligi markaza ishlarni ko'rgandan keyin Salohiddin Ayyubiy undaqda men o'zim bir boshlab boqay deb jur'at qildi-da. Muharramning avvalgi juma bo'lgan vaqtida munbarga xotibdan burun chiqdi bu odam. Mustazig duo qilgandan keyin hech kim inkor qilmadi. Birinchi juma qilishmadi. İkinci cuma bo'lgan vaqtida Salohiddin Ayyubiy bütün xotiblarning Ozidning nomida o'qimanglar dedi. Ma'qul deb ashta qildi-da. Buning bilan ikki taka bir-biri bilan so'qashmadi. Yani demak, boshqa Fatimiylar firqasidagilar unga e'tiroz bildiranmadi. Ozid nihoyat ig'ir kasal, shuna bu Ashura kuni o'lib ketdi. Hicriye 569 yıl bo'lgan vaqtida Nuriddin Zanki xalifaga nurg'un tuhfa va so'q salomlarni avatdi. Jumladan olı bulmaç kiyimga o'xshash noatliqi yov eshak, ola tog'il eshakdan bir avatdi, bir so'q suptida. Xaloyiq buni shu Bag'dodning ko'chalarida tomosha qilib chiqqan ekanda. Onun içinde yana aşı Bag'dod şu kishilarning ichida bir odam bakanda nati jiq da'vo qiladigan, jiq gaplarni, yolg'on yovda gaplarni jiq qiladigan masalanchi. Men unda qila olaman, bunda qila olaman deydigan sal kamaqil, galvan, fazilat ojizroq bir odam bakanda, shuna bir odam bundaq debdi. Bizga at-tobi eshakni avatgan bo'lsa, bizning qishimizdimi at-tobi eshakdan bizsa bor degan. Yani bu nemeni bildirdi degan vaqtida bizga bir eshak avatgan bo'lsa, işte Allah tağıl. Yani işte Allah tağıl tonkivaga eshakdan bizsa bor yinimizda deb odamni maqorat qilyapti. Hicriye 569 yılda yuz bergan voqealardan Sivat degan hozirgi shu Iroqniki kang ketgan Furat daryosi bo'ylaridagi cho'ng zaminlarni Sivat deydi. Bu yerda bir oplesinga o'xshash mo'ldir tushdi-da, nurg'un uylarni tishib buzib etdi. Nurg'un charular, ko'p odamlar o'ldi buning sababidan. Dajli daryosining suvi tishib ketdi. Bag'dod suvga g'arq bo'lib ketdi. Juma namozi Sepilning sirtida o'qildi. Furat daryosi tishib ketdi. Nurg'un dehqonchilik maydonlari, yez qishloqlarni buzib vayron qilib etdi. Xaloyiq Allohga iltijo qilib yig'ilishib ketdi. Bu dunyoning ajoyibat va g'aroyibatlaridan shunchalar suvning bo'lishiga qaramay, Dujaylning dehqonchilik maydonlari, ziroatlar ussizlikdan qurib tugab ketib qoldi. Bu bir ajoyibat-a. Dujaylmi hozirgi shu Bag'dodning atrofidagi bir yezi kanitlar. Ayni vaqtdagi dehqonchilik o'rinlariniki biri. 569 yılı bo'lgan vaqtida Sultan Nuriddin Zanki o'lib ketdi. Bu adam Damashqninki valisi edi. O'g'li Malikus Solih Ismoil vaqtida kichik bir bola edi. Paranglar asta dengiz bo'yidagi paranglar hamda Nuriddin o'libdi deb harakat kuchdi. Ahli saliblar mal dunyo berib, bular bilan tuzildi bu orliqda. To'xtamlar yezildi mush jarayonda.
Muşu yılning o'zida bir qism Fatimi Şiaları va ularni yoqlaydigan qo'llag'uchilar to'polon ko'tarib biz Şialar hokimiyatini tiklashga urinib baqdi. Hatta Salahiddin Ayyubining bir qism amirlarimi buningga ma'qul kelishdi. Salahiddin Ayyubi bularning bu suiqasdini bilib qolib, ikki qasrning orasiga bularni dahaga asdi. Mana dunyoda har odamningki taqvoligi ayrim ahvollarda ko'riladi. Olimning taqvoligi buning ilmida va buning qalbining kuchlik bo'lishi. Yani mundaqlar bitqa vaqtida bir mal dunyoning quli bo'lmaslik, podaqchi bo'lmaslik mushta avvallarda ko'riladi. Olimning taqvoligi. Haqni qo'rqmay deyish yoki batilga chavaqchaq chanmaslik mushta avvallarda ko'riladi. Mana bu olimda bo'lish tegishlik taqvolikninki eng cho'ng nishoni. Ammo boyga nisbatan ilbitqa vaqtida boyning taqvoligi buning iqtisodida ko'riladi. Shuni haloldan tepish, halol yo'lda ishlatish degan mazmunda ishlatildi. Ammo amaldorning, podshoning, amir qo'mondonninki taqvoligi buning keskinligida, adolatida, buning qilichida. Buning qilichida ko'riladi. Mushundoq noahillarni o'ltagan vaqtida andan bu haqiqiy taqvo bo'laoladi. Chunki bundaqlarni o'ltamaslik shariatninki yo'qilishiga elib boradi. Dinning tiklanishini to'sib qola oladi. Hijriya 572-yil bo'lgan vaqtida Salahiddin Ayyubi Misrda nihoyat cho'ng, keng ko'lamlik bir sepil silishga buyurdi. Qayrada. Buningki qurilish ishlariga Amir Buhaydin Qaraqushni mas'ul qildi. İbnül Asir rahmetullah aleyhinki deyişçe bu qurilishninki aylanmasi 29300 gaz deydi. Haşimi gizi degan shu bir uzunluq birligi, ya'ni shu 70 sant, 60 sant, 50 sant degandek mustaq. 1 metrdan töven aletlerini bildirdi. Hijriya 572-yil bo'lgan vaqtida Muqaddam teg'ida bir qal'a selishga buyurgan. Muqaddam hozirgi Qohiradagi nihoyat mashhur tog'a bu yerki. Mana bu saltanatning poytaxti bo'ldi. Mana bu poytaxt Sultan Malikul Komilning davrida, Salahiddin Ayyubining okisining o'g'lining davrida bitdi. Mana bu podsholar ichida Ayyubilar podsholardan tunji bu qasrda tug'an odamdir. Bu yilning o'zida Salahiddin Ayyubi İmam Şafii rahmetullah aleyhinki qabrisini bina qildi. İmam Şafii rahmetullah aleyhinki qabrisi Qohiraniki eng obat yeriga joylashgan. Qohira shahrininki 3dan 1 qism zemini asosan qabristonlikqa to'lgan. Chunki ayni vaqtida bu shaharninki sirtidagi yoki shahar atrofidagi qabristonliklar bo'lib, bu Misr dunyoning onasi deb tasvirlangan İslam dunyosiningki nihoyat markaziy poytaxtlardan bo'lg'achqa nihoyat ko'p taraqqiy qilgan o'rta asrlarda. Shunga bu yerda odam soni nihoyat ko'p, atrof nihoyat kengaygan, shahar kengaygan. Hozirgi davrda texim kengayib bu qabristonliklar hamda shaharning o'rtasida qolib qolgan. Qohiradagi 4-5 million odam shu qabristonlikda yetib qoldi. Bu yerdagi qabristonliklar bizning qabristonliklarimizga o'xshamaydi. Nihoyat hashamatlik. Bulapmı mesela İmam Şafii rahmetullahi aleyhinki qabrisiga barsak mesela bu yerga pul sadiq qiladigan, bu sadiqlardan aşağıdaki masjidning odamlari, xonaqohdagilar, so'pilar, mushul foydalanadigan bir bidatchilar nihoyat ko'p. Ammo shu davrlarda shu İmam Şafiining qabrisini silishga ishlatgan mol dunyo oltinlining haddi hisobini ko'rib, shu davrdagi israfxo'rlikqa bek ichinimiz. Biz tunji qatim Saudiyaga chiqqan vaqtimizda biz Misrga mangan ayizdan keyin. Shu vaqtida Misqarajimkam bizni nasihat qilib, İmam Şafiidek bir olim bo'lib ketinglar deb bizga bir chaqchaq tarzda bir duo qilib,
İmam Şafii'ninki qabrisini ziyorat qilinglar degan. Balki bu yerdagi ziyorat ibodat nuqtasini emas. İmam Şafii'ni tonish, İmam Şafii'ni bizga bir bildirish maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Degandek bo'lgandan keyin bir necha zaman o'tganda biz İmam Şafii'ninki qabrisiga borgan, ziyorat qilgan, ajoyib zo'r hashamatli sanalgan bu qabr. Hicriye 574 yıl bo'lgan vaqtida Bag'dodda yerim kechida qattiq bir shamol chiqib, osmonda shu turklarga o'xshaydigan bir yo'g'on bir o't yolqinlari ko'rilishga boshlagan. Xalqlar qattiq qo'rqib ketib, Allohga yolvorib iltijo qilib ketgan dedi. Ish kechidan tortib ta tong otgan qadar, sahar qadar mushta davom etgan. Hicriye 575 yıl bo'lgan vaqtida xalifa Mustaz'i en ahırda yani Şevval çıktıgan günüsü demektir. Şu vaqt o'lib ketdi. Bu veli ahdlikni o'zining o'g'li Ahmad topshirgan. Shunda qilib biz Mustaz'i billaniki hayoti bilan biz mushinchalik tanishib chiqdik. Ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.